Do'stlar, kavrak qay holatda pishadi? Mana bu kavragimiz 12 quloq kavrak. Ko'rishlaring mumkin. Hali xom, lekin tarafdagilar pishdi. Hozir boshlanyapti, xudo xolasa. Ko'pchilik so'raydi, kavrakdan necha yil hosil olsa bo'ladi deydi. Hozir mana bu 2023-yil kelgan kavrakni sizlarga hozir qazib ko'rsataman. Короче, mana qazib oldim. O'zimiz tilda takcha deyiladi. Mana bu yon qismidan hosil olingan, xudo xolasa yana hosil olsa bo'ladi bundan. Kesishga bog'liq. Mana bu o'zik qismi kesilmasa hosil olaversa bo'ladi. Xudo xolasa buni dimlab, mana shu holatda, mana bu holatda dimlab kavraklarimizni 40 kun yoki 20 kundan keyin ochib, kardonlab birinchi kesishni boshlaymiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa qanaqa videolar, qanaqa mavzuda videolar chiqaray, shu haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Charchamanglar, hammaning ishiga omad.